Dasturimiz davom etadi. Qoraqalpog'istonda yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish, ularni ilm-fan, tadbirkorlik va innovatsiyalar sari yo'naltirishga xizmat qiladigan yoshlar forumi o'tkazildi. Batafsil muxbirimiz Muxtar Umbetov lavhasida tanishamiz. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida o'tkazilgan mazkur forumda eng dastlab yoshlarning intellektual bilimlarini oshirish, ularning orasida o'zaro fikr almashish muhitini yaratishda mana shunday tadbirlarning ahamiyati alohida ta'kidlandi. Demak, forum doirasida Respublika fan olimpiadasi ham tashkil etiladi. Bu veterinariya va chorvachilik sohasidagi fanlar doirasida 10 dan ortiq fanlar bo'yicha, demak, fan olimpiadasi bo'lib o'tadi va mana shu tashabbuslar tinglanadi, takliflar olinadi. Mana shu ko'rinishda yoshlar bilan muloqot qilinib, kelgusidagi yana amalga oshiriladigan rejalar, ustuvor vazifalarni belgilab olishimizga muhim, demak, zamin bo'lib xizmat qiladi. Forum davomida yoshlar fan olimpiadalari, turli tanlovlar va sport musobaqalarida o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Xususan, fan olimpiadasida ishtirokchilar soha bo'yicha berilgan savollarga javob berish orqali birinchilikni qo'lga kiritishga harakat qildilar. Bu forum 4 yildan beri o'tkariladi. Bu yil bizlarning, ya'ni Nukus filialida o'tkarilyapti. O'tgan yilga ko'z taslaydigan bo'lsak, Samarqandning o'zida o'tkarilganda bizlardan ham studentlar qatnashdi. Ya'ni bu bosqichma-bosqich o'tadi. Har yil 10 mingga yaqin student qatnashadi. Ondan 100 ga yaqini finalga yetib boradi. Baholan universiteti ochiq aydin, ya'ni hech qanday tansiz bilishsiz, hech qanday universitet kompyuter tekarida ishlaydi. Hammasi baholov sistemalari yaxshi tartibda olib borilmoqda. Bundan tashqari forum davomida ilmiy innovatsion loyihalar taqdimotlari, startap dasturlari, master-klasslar va seminarlar tashkil etildi. Filialimizda, ya'ni Nukus filialida ham studentlar ishlab chiqaruv uchun mini-sex, ya'ni yamasa go'sht ürünleri bo'lsin, broiler tavuğu, baliq go'sht ürünleri konservatsiya uchun mini-sex ajratib, buni meni biz neyamiz, ya'ni studentchasi bir qancha studentchalarni shu sferga bo'ladi. Sonraga bir qatorda xalqimizga arzon ham safoli bo'lgan go'sht ürünleri yetkazib bo'ladi. Shuningdek, forumning 3-kunida ishtirokchi yoshlar atrof muhitning tozaligini saqlash, hududlarni yashil zonaga aylantirish maqsadida Mo'ynoq tumaniga borishib, Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 5000 tup saksovul ko'chatlarini ekishdi. Nukus shahridagi Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqa teatrida forum doirasida o'tkazilgan tanlov va musobaqalarning g'oliblari munosib taqdirlandi. Aytishimiz kerakki, Respublika yoshlar forumi nafaqat ilm-fan, san'at va sport sohasida o'z iste'dodini namoyon qilish istagida bo'lgan yoshlarni birlashtirdi, balki ularga o'z bilim va qobiliyatlarini keng namoyish etish imkoniyatini ham yaratdi. Muxtor Umbetov, Zamon informatsion dasturi uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridan maxsus.